Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Cüroz, Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü istağış 2024 yıl 9. ayının 29. günü. Haftaga yakşanba vatandaş. Bugünkü alayda vaziyet belki sizlerle kaçan haber toptanlar. Tünügüllaten İsrailyanın hava armiyası Beyrut'a hücum kılıp Beyrut'ta Allah Partiyasının işhanesi başqarış ornu turuşluq yerini bombalab Allah Partiyasının başlığı Hasan Nasrullah'ını ölümge buyurdu. Ve onun işhanesini, etrafındaki adamlarını hamısını yer bilen yeksan kıldı vatandaş. Bu münasebetle Amerika Birleşmiş Ştatları'nın prezidenti Joe Biden ve Amerika Birleşmiş Ştatları'nın muavin prezidenti Kamala Harris alayda itibar bildirdi. Biz bundan avval şunu eğitimiz ki vatandaşım ötken yılı 9. ayının 7. günü, ya 10. ayının 7. günü Hamas Orta Şark'ta İsrail'e hücum kıldı, bir yıl davamlaştı. Del bir yıl taşkan günde İsrail'e koşulları Orta Şark'taki Hizbullah, yani Allah Partiyasının başlığı Nasrullah'ını bundak bir taraf kılıp, ahırda azir matbuatga alayda haber bulup oturga çıkmasa mı? Cungo'nun obzorçıları yoki Cungo'nun torbetçileri yoki chet elde demokratik elde yaşayotganlar bu zarba Hizbullah Partiyasiga berilgan zarba bo'libla qolmasdan balki avval Ironga berilgan zarba. Çünkü meyli Hizbullah Partiyasi bo'lsin, meyli Hüseyin qurolliqlari bo'lsin ve meyli O'rta Sharq yana boshqa zo'ravon tashkilotlarning hammasini asos jihatdan qo'llayotgan davlat Iron. O'rta Sharqdagi Iron. Şunu bu zarba Ironga berilgan zarba bir tarafdan desa taxim muvofiq bo'ladi deyishdi. Endi men bununla münasebetlik Ironga berilgan bu zarba amaliyotda Ironning yaqin do'sti ve 3 davlat o'q markazi Rossiya Federatsiyasi, Iron ve Jungo qatorliq 3 davlat o'q markazi allaqachon bu so'zlar matbuot yuziga chiqib bo'lgan edi. 3 davlat o'q markazining ichida avval Ironga, andan uning keynida turgan Jungo Kompartiyasiga intayin eg'ir zarba berib keldi. Bunday aytganda Jungo Kompartiyasining O'rta Sharq siyosati o'zil kesil barbod bo'ldi desangiz bo'ladi vatandosh. Jungo O'rta Sharqda mush edi. Jungo O'rta Sharqda zarbaga uchirdi. Jungo O'rta Sharqdagi plan maqsadlarining gumron bo'lganligini ko'rdi. Buning misoli yaqinda Birlashgan Davlatlar Tashkilotining umumiy yig'inida har qaysi alla fikr qilish, bayonot berish yig'inida Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi ikki og'iz gap qildi. Adolat talab qilaman dedi. Ahli adolat talab qilaman. O'rta Sharqda urush oxirlashishi kerak. İsrail'e İran'a kirmaslik kerak degandek yana birisi nima dedi? Falastinliklar Falastinni boshqarishi lozim. Shunaq mujmal ham tartibli fikr bayon qilib, O'rta Sharq urushiga bo'libmi İsrailning O'rta Sharqda Livanga, Beyrutga hujum qilib, Nasrulloh va uning Allah Partiyasi yo'qitishiga chidab turolmagan Allohzodi bo'lib ketgan, qo'llari titrab ketgan ve gapini so'zini tepib so'zlashni bilmagan Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi Birlashgan Davlatlar Tashkilotida yuqorqidek gap qildi. Buning ichida biri ahli adolat talab qilganligi, ikkinchisi Falastinni boshqarish kerak. Xo'sh, Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi apandi Falastinni boshqaradigan bo'lsa, unda Uyg'uristonni Uyg'ur boshqarishi kerak-ku. Mesela Uyg'uristonning Uyg'ur boshqarishi kerak-ku. Sen bugun O'rta Sharqda Hizbullah Partiyasi ve yana boshqa qurolli kuchlar ahli adolat talab qilgan dunyodan. Bugun Uyg'urlarga ahli adolating yo'qmi? Xalqaro jamiyat Uyg'urlarga ahli adolat talab qilyapti.
Sen buna qandaq cevap beriyotsan, minister Wang Yi efendi? Ahli adaletning farqi sening qo'lingda boshqa, boshqalarning qo'lida boshqami yoki ahli adalet har bir insonda nari tug'anligi, har bir insonning ko'nglida saqlanadigan shunday nozik bir hissiyoti qurilma bu zoti nima? Agar ahli adolatni ikki o'lchamga o'lsang, ikki o'lchamga muomala qiladigan bo'lsang, ikki o'lcham bilan, ikki xil o'lcham bilan muomala qiladigan bo'lsang, sening og'zingdagi ahli adolatning ma'nosi nima? Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligidagi ahli adolatning ma'nosi nima? Minister Wang Yi efendi shuaringda ching tur, Falastinni boshqursin deding, undaqda Uyg'uristonni Uyg'ur boshqurishi kerak qo'y. Wang Yi efendi bugungi voqealar ana shunday taraq qilib dunyodagi jiddiy vaziyatga aylandi vatandoshim. Endi bu xabarni bugun Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning bu to'g'rida ifoda bildirishini vatandoshlarga topshiramiz. Masalan, mavzu mundaq: Prezident Joe Biden, muavin prezident Kamala Harris, Isroilning Allah partiyasining boshlig'i Nasrullohni bir taraf qilib o'tishi haqqoniy harakat deb ko'rsatdi. Mavzuli xabar 9-oyning 29-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 9-oyning 28-kuni mundaq ko'rsatdi. Isroilga hujum qilib, Allah partiyasining boshlig'i Hasan Nasrullohni va uning vahimalik hukmronligini bir taraf qilib o'tganligi haqqoniy harakatdir. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning haqqoniy harakatidir. Devon Allah partiyasi shanba kuni mundaq dalilida bu tashkilotning quruvchisi Hasan Nasrulloh oldingi kuni Isroilga Beyrutga havo hujumi qilganda hayotidan ayrildi. Amerika Qo'shma Shtatlari Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Nasrullohni bir taraf qilib o'tish harakati 2023-yil 10-oyning 7-kuni Hamas Isroilga hujum qilish bilan boshlangan to'qinishdan texnik keng arq ko'rinishi ichida elib berildi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Nasrulloh 2-kuni qaror elib shu vaqtda, ya'ni o'tgan yili qaror elib e'lon qilib, biz Hamas bilan qo'l tutishib Isroilga qarshi turadigan shimoliy liniyani ochamiz degan edi. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi. Nasrulloh rahbarligidagi Allah partiyasi bir necha ming amerikalik, isroiliyaliklar va livanliklarning vafot bo'lishini, o'lim yetimini keltirib chiqargan edi. Allah partiyasining Amerikaning davlat manfaati hujum qilishi 1983-yili mashinaga o'rinlashtirilgan bomba bilan boshlandi. Shu vaqtda Amerikaning Beyrutda turishliq bosh elchixonasiga va shu yerda turishliq harbiy gazarmaga hujum qildi. Va shu yerda turishliq Markaziy istixborot idora boshlig'ini bog'lab ketdi. Bu kishi turmada vafot bo'ldi. Amerika mundaq dedi: Allah partiyasi rahbarlari xalq askarlarini qurollantirdi va mashqlantirdi. Iroq urushi mezgilida Amerika armiyasiga hujum qildi. Demak, bu qisqacha tarix Livanda turishliq Allah partiyasining faoliyatlari. Amerikaga tutgan pozitsiyasi, Isroilga tutgan pozitsiyasi, yana boshqa pozitsiyalarni tekstini surish desangiz dushmanlik. Amerikaga dushmanlik, Isroilga dushmanlik, yana boshqa tinchlikparvar kuchlarga dushmanlik. Bularning qisqacha tarixi yuqorida Aqsaray mundaq hisobladi. Nasrullohning o'limi bu tashkilotga berilgan qattiq zarbadir. Qattiq zarbadir. Shundaqla Amerika hukumat ehtiyotchanlik bilan ish ko'rib, Isroilya bilan o'xshashla Iron qo'llayotgan Hamas o'tirisidagi urushning rayon doirasidagi to'qinishga aylanib ketishidan oldin oldi. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari diplomatlari masalan
Davlat ishlar kotibi Antony Blinken O'rta Sharqqa 5-6 qatim yetib bordi vatandosh. Maqsad faqat birla. Bu urush Hamas bilan Isroil o'rtasidagi urush. O'rta Sharqda, ya'ni boshqa rayonlarga, boshqa davlatlar kengayib ketmasligi kerak. Vaqa 100 burishdan burun Aqsaray bilan 5 burjaklik bino mundaq ko'rsatdi. Ishdan burun Isroil bizga hech qanday ma'lumot bermadi. Muavin prezident Kamala Harris bo'lsa, shanba kuni bayonot e'lon qilib, mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden va men O'rta Sharqda to'qinishdan kengayib rayon doirasida keng ko'lamli urushga aylanib ketishini ko'rishni hargiz xohlamaymiz. Ishlar mana shundoq vatandosh, ishlar shundoq mana ha. Ishlar shundoq, vaziyat mana shundoq vatandoshim, vaziyat. O'rta Sharqdan vaziyati shundoq biz bosh tahlil qildik. Bu zarba biri Hezbollah va Yemillik tashkilotga berilgan zarba, Nasrullohning tugab ketishi yoki o'ldirilishi, Ironga berilgan zarba amaliyotda Jungo Kompartiyasiga berilgan zarbadir. Bugun Torbettirda Jungoga munosabatli xabarlarda masalan So'shokan apandi deydiki, nima ish bo'ldi, rasmi yolg'onmi deb qo'yibdi beshiga mavzuni. Bugunlatin Jungo Kompartiyasi, ya'ni Jongnanxay markaziy komiteti o'zgarish bo'ldi. Rais Xi Jinping sekretarlik, partiyaning sekretarlik huquqini o'zi xohlamaydigan ikkinchi bir odamga berishga majbur bo'ldi deydi. Bu bir xabar. Ikkinchi Runyanning nazari bu bola Koreya, Janubiy Koreyalik bola ekan. Biz davomli sizlarga buni vaziyat to'g'risida analizini keltirib kelyapmiz. Bugun qo'ygan mavzular uningki Vientiane degan hozir Jungoda o'zgarish boshlandi deganligi vatandosh. Anadagi 3-qadamda hozir Jungoda mol bahosi shiddat bilan o'rilib ketdi. Buning sababi nima ekanligini to'g'ri ko'ramiz, tushunamiz. Biroq buning sababini izlasak, yaqinda sizlarga so'zlagan edik. Jungo Kompartiyasi 1 trillion yuan ajratib, iqtisodni rag'batlantirib, uy mol-mulk tijoratini qayta jonlantirmoqchi bo'ldi. Chunki uy mulk tijorati Jungoning jeni, Jungo siyosiy hokimiyatining jeni. Buningdan qanday natija chiqadi, yaxshimi? Buningdan qanday natija chiqadi, yomonmi? Hozircha belgili bo'lmaydi. Va bir Jongnanxayning tavakkalchiligi degan edi vatandosh. Uningdan keyin kishilarga ma'lum bo'lmagan, lekin asridan yetib kelayotgan bir vaziyat. Bu yil 9-oyning 5-ida vatandosh, esingizda bor, Jungo Kompartiyasi pensionerlar, ya'ni pensiyaga chiqqanlarning pensiya pulini tangshash to'g'risida xalq vakillar qurultayi alohida bir qonun e'lon qilgandan keyin butkul Jungo jamiyati ovozsiz, sadosiz tavrashga boshladi. Bu qonun loyihadan norozi bo'ldi. Lekin ko'chaga chiqib ish qilgan bir odam yo'q. Hozirgi ahvoldan qaraganda bir jumlaga xulosalasangiz, Jungo Kompartiyasi o't yoqish va o't o'chirish bilan ovora. Iqtisodning oldida qiynalib o't yoqadi. O't yoqqanda kelib bu o'tni o'chirishga majbur bo'ladi. Demak, ham o't yoqchi, ham o'tni o'chirguchi pojarni. Jungo Kompartiyasi mushning rolini o'ynayotdi deydi hozirgi hisobda vatandosh. Uningdan keyin hozir mush vaziyatlarning taraqqiy qilib Jungoda fuqarolar noroziligi, jamiyatning noroziligi bir kayfiyat ichida yumshoq qarshilik ko'rsatish, ovozsiz, sadosiz, ya'ni yumshoq qarshilik ko'rsatish degan hozir butun mamlakat bir inqilob orqasida turdi. Bir inqilob bosqichiga kirib keldi, lekin gap yo'q, sado yo'q, tuyuqsiz inqilob bosqichiga kirib keldi deydi. Jongnanxay bu ahvolni sizib hozir paypetak patparaq bo'lib ketdi deydi. Ishning Jungoning vaziyati mush yakkasi bu iqtisodga bog'liq bo'lsa, yuqorqi ish. Masalan 1 trillion yuanni iqtisod qisilish, rag'batlantirish uning natijasi boshlaydi. Yaxshimi, hech kim bilmaydi. Muşna ahval asıda Jungoning ahvoli ichki vaziyati. Bugun atdigani kelgan xabar mol bahosi o'rlab ketdi desa, undaqda bu ish butun mamlakatni Jungo grajdanlari, Jungo
halkının şundaqla müstemlike Uyg'uriston, müstemlike Tibet'in gündelik turmuşuga en ağır ta'sir ko'rsatadigan hodisa mal bahasının örlep gitişi bugün Cöngö'ge yetip geldi. Bunun kayni kasatçılık mı kandak? Sual. Şundaq koyuldu vatandaş. Bugün öyle karangıda zirikip kettim ben. Bugün hava tutak. 6 gün oldu. Yağmur yağıp hava tutak. Vatandaş karangıda aparatın nurunu tanışamay avar olup meyağı çıktı. Bakanda çıkıda bir göre bakay vatandaş. Devamlı müşahede sözleşim gerekli. Bırakmak hoşnala. Hoşnala yaktıramdı, yaktırmamdı. Bunu bilmem cuma vatandaş.